Gripp kasalligidan himoyalanish uchun har kim turli usullardan foydalanadi. Lekin kasallikka qarshi eng samarali usul vaksina hisoblanadi. Aslida ushbu vaksina qanchalik grippdan himoya qila oladi? Yaqinroq keling, birgalikda gaplashamiz. Soddaroq aytganda, vaksinaning vazifasi organizmda virusning zararsiz yoki kuchsizlantirilgan qismini yuborib, immun tizimini uni tanib olishini ta'minlashdir. Shunda haqiqiy virus organizmga tushganda, immunitet uni tezda zararsizlantira oladi. Xo'sh, grippga qarshi kimlar emlanishi kerak? Vaksina ixtiyoriy, ammo quyidagi guruhlar uchun juda ham muhim. 6 oylikdan oshgan bolalar va qariyalar, chunki gripp ularda og'ir kechishi mumkin. O'quvchilar va talabalar ko'pchilik orasida bo'lganligi sababli yuqtirish xavfi yuqori. Odamlar bilan ko'p muloqotda bo'ladigan kasb egalari, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, savdo xodimlari va boshqalar. Surunkali kasalligi bor bemorlar. Gripp boshqa kasalliklar bilan birlashganda og'ir asoratlar chaqirishi mumkin. Homilador ayollar haqida muhim eslatma. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, homilador ayollarga grippga qarshi emlash tavsiya etiladi. Chunki gripp homiladorlik vaqtida o'ta og'ir kechadigan kasalliklardan biridir. Vaksina homila uchun xavf tug'dirmaydi. Xo'sh, emlashdan oldin nima qilish kerak? Albatta, vaksina olishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish, shifokor tavsiyasini olish, o'zingizdagi mavjud kasalliklar haqida mutaxassisga ma'lumot berish zarur. Men vaksina oldim, sizchi?